Navbatdan tashqari bir ekstreniy video qilmoqchi bo'ldim. Sababi hozir bukvalni u yarim soat oldin nima bo'ldi? Bir misli ko'rinmagan, men uchun misli ko'rinmagan bir tushlik bo'ldi. Sababi misol uchun 6 yillik tajribam bo'lsa, 6 yil tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, birinchi marta bunaqangi tushlikni ko'rishim. Chunki ko'rib turganingizdek, tushgan mana bu zonalarda bozor yaxshigina tushgan, bu yerlarda tushgan misol uchun. Lekin bitta sham bilan bunaqangi tushda nima bo'ldi? Altcoin'lar ya'ni o'zini ushlab tura olmadi. Sababi ba'zi bir altcoin'lar bor edi. Hozirgi bu videomda biri yaxshi, biri yomon xabar. Ya'ni yomon xabarni hozir aytyapman. Ya'ni Bitcoin tushdi, altcoin'lar tushib ketdi. Mana bu yomon xabar. Lekin ikkinchi tomoni bor, yaxshi tomoni. Yaxshi tomoni nima bo'ldi? Inshaalloh o'sha bundan buyog'iga nima bo'ladi? Buqa sezon boshlanadi. Ya'ni bozor yuksalar ekan, nima qilish kerak edi? Odamlar to'kish kerak edi. Mana bu to'kishlik bo'ldi. Misol uchun men o'zimga sezildimi? O'zimga ham sezildi. Alhamdulillah, bir oy davomida ishlagan foydam bir kunda ketdi. Ya'ni bugunning o'zida qilgan foydam hammasi ketdi. Ya'ni bir oyda ichida alhamdulillah 50% dan oshiq depositimni ko'targan edim. Bitta kashalogim o'zida. Alhamdulillah o'shani nima bo'ldi? Foydasi ketdi. Endi hammasi mas'ul, lekin ma'lum chasb foydadan qoldi, lekin pashti qilgan foydamni hammasi ketdi. Lekin nima bo'ldi? O'zini tanasi alhamdulillah depositim foydasi bilan ozroq qoldi, lekin umuman ziyon kirmadim. Ya'ni faqat qilgan bir oy qilgan mehnatim hammasi samarasi ketdi degan ketdi hozir. Ya'ni shunaqa holatda turibman. Alhamdulillah. Bu Alloh berdi, yana Alloh oldi. Shunaqa. Bu ishimiz shunaqa o'zi biz aslida. Xo'p, nima demoqchiman? Hozir bu videoda qilishdan sabab o'sha tajribamdan kelib chiqib ba'zi narsalarni sizlarga aytmoqchiman. Qaranglar. Birinchi, bu katta ehtimol bilan bu hafta qizil sham yopiladi va ikkinchi sham keladi. Ikkinchi sham ham nima bo'ladi? Katta ehtimol bilan qizil bo'ladi va odamlarni panik tushiradi. Qaranglar, ba'zi narsalar bo'ldi bugun. Kava USDT degan mana bu yerda Kava USDT bor. Sal oldin video qilib joyladim kanalimizga, Telegram kanalimizga. Ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni o'sha paytda video qilganda 97% minus bo'lib turadi. Faraz qilyapsizmi? 97%. Mana shu yerdan bitta tushgan bo'lsa, misol uchun bugun tushdi. Qarang, necha foiz? 98% minusgacha tushdi. Ya'ni mana shu yerlarda men video qilib oldim. Shu yergacha tushdi. Endi bunchalik tushlik men umuman ko'rmaganman, to'g'risi. Umrim davomida unaqangi ko'rmaganman. 6 yillik tajribamda ko'rmaganman albatta. Lekin qaranglar, ba'zi narsalar bor. Mana bu yerda kuchlik podbeshka bor edi. Ya'ni bu nima bo'ldi? Hamma, misol uchun ko'pchilikda nimasida bor edi? Kava USDT otadi, yuradi, uchadi degan narsalar bor edi. Nima bo'ldi? Hamma mana shu podbeshkadan oldi, lekin bitta tushdi. Normallik kuydiradiganlarni hammasini qoqdi. Va hozir bozor shu yerda turibdi. Xo'p, sizlarga men aytmoqchi bo'lgan narsa nima? Qaranglar, birinchi Bitcoinga keladigan bo'lsak, Bitcoin tamom tushib ketdi. Yaxshigina tushdi. Ya'ni o'zini ishini qildi Bitcoin. Endi qilinadigan narsa nima bo'ladi? Hozir Bitcoin yuksalyapti yana. Hozir tushgan shamni ko'raylik oldin. Mana bu o'sha shamni ko'ramiz mana. Tushgan sham mana bu yerda. O'zi aslida men mana bu yerga chizib qo'ygandim. Mana bu qora chiziqdan Bitcoin qachish kerak edi. Faktiski mana shu yerdan qachish kerak edi o'zi aslida. Mana shu qora chiziqdan Alloh tizimi bilan qachish kerak edi. Ozroq pastga tushib, mana bunaqa yurishlar bu tabiiy holat, normal holat edi. Lekin mana bu nenormal tushlik bo'ldi. Mana bunaqangi narsa. Lekin bu tushlik o'zi mumkinmidi? Mumkin edi. Qayerga? Shu yergachami? Shu yergacha tushishligi mumkin edi, lekin nima qildi? Bozor tushdi shu zonagacha. Bunchalik tushib ketishligi lekin kutilmagan holat edi. 3 ta sham bilan mana 15 minut time frame'dagi 3 ta sham bilan shunaqangi bir katta tushlik bo'ldi. Altcoin'larda yaxshigina tushirib yubordi. Xo'p, men aytmoqchi bo'lgan narsa nima? Avvalambor bugun kutaylik. Agar kutadigan bo'lsak, mana bu sham kunlik shamimiz chiqib turib, shu holatda yuksalib, tepaga chiqib oladigan bo'lsa, bir o'zgarish bo'lishligi mumkin. Yuqoriga chiqib oladigan bo'lsa, ya'ni mana shu fraktal nuqtasini tepasiga chiqib yopiladigan bo'lsa, chiqqanda ham qanaqa oddiy emas, yaxshigina yuksalish kerak edi. Yaxshigina yuksalib ketsa, mana shunaqangi
bunda biror narsa bo'lishligi mumkin. Lekin men hali bunaqasini ko'rmaganman. Ya'ni bunaqangi yuksalishligini. Katta ehtimol bilan bu yuksalmasligi mumkin yuqorigacha. Xo'p, agar yuksaladigan bo'lsa, kunli time frame ni kutinglar, kutadiganlar bo'lsa, men o'zi aslida nima qildim? Hamma depozitimni naqd qildim. Sababi Bitcoin bu yergacha tushdi va qaytib vastanovit bo'lib, mana shu zonaga kelganda, ya'ni men kutgan zona Bitcoin mana shu yerdan yuqori ketish kerak edi. Ozroq yuqoriga emas, mana shu yerda ozroq ya'ni nimada yurish kerak edi bu yerda aslida. Mana bunaqa qilib yurib turib kelgan, masalan yana pastga tushishligi mumkin edi, lekin bu darajada emas. Tushib turib sekin yana tepaga chiqishimiz kerak. Ya'ni meni nimamda, nazarimda bu yerda range yurish kerak edi aslida. Ozroq tepa, ozroq past qilib. Bu paytda men olgan altcoinlar nima qildi? Yaxshini ochish kerak edi. Men buni kutyap turdim. Mana shu safar ozroq yurib beradigan bo'lganda men o'sha 100% lik nima natija kutyap turdim. Ya'ni depozitim 100% oshligini kutib turdim, lekin Alloh tizini umrimda bo'lmagan narsa bo'ldi. Ya'ni Bitcoin shunaqangi tushdi, ya'ni men qilgan nabarot bir oy davomida topgan 50% lik pribilim, foydam shuni chiqib ketdi. Tan narxidan ozroq ko'proq pul bilan nima qildim? Shunaqa depozitimni chiqarib oldim. Qanaqa chiqardim? Shuni aytmoqchiman yana sizlarga. Aytmoqchi bo'lganim, bozor betga tushdi. Qaytib kelib bu yerga yuksalganda bo'ldi, hammasini sotdim. Sababi men hayotimda ko'rgan narsa, ya'ni hech kim men bu narsaga nima qilmayman, lekin hayotimda ko'rgan narsa nima bo'lgan? Shu paytgacha Bitcoin oqib tushganlarni ko'rganman, lekin bunaqasini emas. Lekin ko'proq tushganda Bitcoin tushadi. Birinchi altcoinlar hammasi tushadi va Bitcoin riski yana yuksaladi. Va risk yuksalgandan keyin qiladigan ishi Bitcoinni bu yerdan keyin sekin yana olib tushadi. Tushunarligi, sekin olib tushib, men nimam mana shuni yangilaydi. Tushunarligi, mana shuni yangilaydi. Meni kutyap turgan narsam shu hozir Bitcoindan, ya'ni mash holatda kelib turib, bu pastni yangilaydi. Mana shu pastni yangilagandan keyin ishga kirsa bo'ladi. Tushunarligi, men shu sababdan qo'limdagilarni chiqardim. Bo'ldi, bugun hech narsaga kirmayman. 100% naqddaman hozir. Inshaalloh bir oy davomida Alloh nasib qiladigan bo'lsa, hatto Bitcoin mash holatda tushadigan bo'lsa ham, menga mamlaqatga tushib bermasa bo'ldi. Shunaqangi tushadigan bo'lsa ham nima bo'ladi? Kulli scalp qilib turib, inshaalloh kerak bo'lsa 10 kun Alloh izni bilan, mumkin 15 kun yoki 1 oyda nima qilaman? Vastanovit qilaman, ya'ni o'sha qilgan profilimni yana vastanovit qilishga inshaalloh harakat qilaman. Xo'p, aytmoqchi bo'lgan narsam shu. Men kutyap turgan narsa Bitcoinda, ya'ni sekin olib tushadi bu. Sekin o'zi ezilgan altcoinlar yana nima qiladi? Yana joyiga qaytadi. Ya'ni igna otdi-yu, o'sha tomonga yana bozor yurish ehtimoli katta. Chunki qaysi altcoinni ko'rsataman sizlarga? Ko'rsatmoqchi bo'lgan. Mana bu Avent. Avent degan USDT. Mana buni men signal berdim. Qaranglar, qanaqangi tushib berdi bu. 1 minut. Avent Bitcoin. Yani ko'rib turganingizdek nima bo'ldi? Bozor birdaniga tushdi. Mana shu yerdan, mana shu zonadan tushdi boshladi va mana shu yerga yuksalib oldi. Endi buni men kutib o'tirishligim nima bo'ladi? Mantiqsizlik bo'ladi hozir. Buni bu yergacha kutib o'tirishligim. Bo'larish bo'ldi, tamom. Har kuni bo'ladimi bu ish? Bo'lmaydi. Oyda bo'ladimi? Bo'lmaydi. Yilda bo'ladimi? Yilda ham bo'lmaydi bu narsa. Misol uchun bilmayman, bunaqangi tushlikda aytyapmanki, men 6 yil davomida endi ko'ryapmanmiz. Значит, 6 yilda bir marta bo'ldi. Shunaqa holat. Har kuni emasmikan? Har kuni emas ekan. Alhamdulillah, ya'ni keyingi safar inshaalloh nima 6 yilda bir marta bo'ladigan bo'lsa, 50%, ya'ni foydamdan ketdi. Menga unchalik alhamdulillah bilinmadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bozor mana shu yergacha tushdimi? Endi bu yergacha kutib o'tirishim shart emas. Men mana shu yerda rozi bo'lib chiqib ketdim bozordan. Tushunarligi, nima demoqchiligim? Ya'ni bu yerdan ishga kirdim, 78 dan kirdim. Mana shuni o'zidan 30% chiqib ketdimi? Mana hozir 78, mana shu yerdan 78, mana shu yerdan oldimmi? 33% shu atroflarda chiqib ketdim ya'ni. Ya'ni minus bilan chiqdimmi? Minus bilan chiqdim. Lekin nima? Alhamdulillah keyingi nimasida buni kutib o'tirmayman. Ya'ni hozirga menga mana shu normal. Ya'ni ag'oz tushib turib 50% minusga sotmay, mana shu yerda sotadigan namada sotib chiqib ketdim. Bitta narsa bor, men ushlab turadigan narsa, u oldinlari shunaqa edi. Yangi kirgan paytlarimizda bitta narsa bor edi, bo'ldi, mayka tushdi. Endi yana chiqsa-chi, chiqishi mumkin. Men hech kimni majburlab nima qilish emas. Bu yerda men o'zimni fikrimni aytyapman. Ya'ni chiqishligi mumkin o'zining narxiga. Ba'zilari chiqadi ham, hammasi bo'lmasa ham, ba'zilari vastanovit bo'lib chiqadi. Lekin odatda ko'p narsalar chiqmaydi. Tushunarligi, ko'p narsa chiqmaydi.
Ya'ni ozoq yana mana shu tushgan joyiga bozor yana bemalol tusha oladi. Tushunarligi? Odamlar tukkani tushadi pastga. Shu sababdan Bitcoin'da ya'ni meni ko'ryapti narsam shu. Bu zonadan yana ozroq pastga tushish kutyapman Bitcoin'da. Hozirgi holatda mana misol uchun kichik time frame'da ko'ryapmiz. 15 minut time frame'da. Shu yergacha yuksaldimi? Bu yog'iga yana sekin misol uchun bir kunda emas, 3 kun, 4 kun, 5 kun kerak bo'lsa 1-2 haftaning ichida pastga tushishligi mumkin pastga. Mana bu zonada. Men ya'ni orzu havaslarga beriladigan trader emasman. Men faqatda o'zimda hayotimda ko'rgan narsani bilaman. Ziyon qildimmi bo'ldi. Ziyonga rozi bo'laman-da, chiqaman-da. Men ishim yana shu. Boshqatdan nima qilaman? Kichik time frame'da ish hajm kirgan narsalarni ko'raman-da, grafikni ochaman-da, kunlik savdoni qilib ketaveraman. Hech qanaqa menga nimasi yo'q bu narsani. Hozir menga turib olib, bir umr motam tutib, buni kutib o'tirgandan psixologiyamga, oilamga yoki atrofimga, muhitga ta'sir qilib o'zimni qiynab o'tirmayman-da. Bo'ldi. Bo'lar ish bo'ldimi? Bo'ldi. Alhamdulillah. 6 yilda birinchi marta menda bunaqa narsa bo'lishligi. Menda bu narsada bu holatda nima psixologiyam alhamdulillah hech qanaqa bu nimasiga ta'sir qilmaydi bu narsa alhamdulillah. Xo'p, al-muhim nima bo'ldi? Men bu zonadan Bitcoin'da sekinlik bilan, misol uchun yuqoriga, pastga qilib mana bunaqa o'ynab pastga tushish kutyapman. Bu meni tushuncham, ya'ni shunaliga tushib turib pastga oladi. Katta ehtimol bilan mashina tagini oladi Bitcoin. Shuni ko'rib qo'yinglar, necha 107 mingga keldimi? 107 ni tagiga tushamiz. 107 ni taglariga tushganda yaxshi xabarim shuki, endi bundan buyog'iga alt sezon boshlanadi. Tushunarliga, qachonki 107 ni taglariga tushadigan bo'lsa, endi altcoin sezon boshlanadi. Qaysiki esinglarda bo'lsa, oldin bir video qildim. Videomda ba'zi ko'rlarda aytib o'tdim. Ulardan bittasi HUSDT edi. HUSDT edi. Qancha bo'lsa olishinglarni tavsiya qildim. Ya'ni qachonki mana shu 5 larga keladigan bo'lsa, qancha bo'lsa olishlaringizni tavsiya qildim. Ya'ni bu altcoin'ni uzoq muddatga mana endi olish kerak. Men o'ylardim, qachonlardir keladi bu yerga deb, lekin qachon bunaqa kelishligini to'g'risi nimamga sig'dira olmayapman. Chunki Bitcoin yuksalyapti, bu tusha olmayapti. Ya'ni bu yuksalishlik uchun bu zonaga kelish kerak edi. Nima bo'ldi? Ko'rib turganingizdek, bozor keldi. Favqulodda keldi. Bu yerdan yaxshigina nakaplit qilib oldi. Buni oladigan odamlar o'sha olib bo'ldi. Endi yana imkon beradigan bo'lsa, bu yerga keladigan bo'lsa, ishga ketsa 25% pastga tushishligini ko'rish kerak. Ba'zi bir altcoin'lar bor, shu tusha olmagan joyiga tushib olishlik uchun ham Bitcoin tushib berdi. Tushunarligi, ba'zi bir altcoin'lar bor edi, tushadigan joylarga tushib olishlik uchun tushib berdi. Ya'ni bu yerga tushish kerak edi, shu bahona tushib oldi. Endi mana bu altcoin, endi hammasi ham emas. Endi misol uchun Bitcoin yuksalyaptimi? Qaysi altcoin'ga kiray ekan deb o'ylanib turgan bo'lsangiz, shulardan bittasi HUSDT. Mana shu altcoin katta ehtimol bilan buqa sezon bundan buyog'iga inshaalloh ketdi mana. 38-40 larga mash ketadi inshaalloh. Narxi 38-40 larga bu tomonlarga yuksaladigan altcoin'lardan bittasi mana shu coin. 600% ekan, ya'ni shu zonalardan kirganlar bo'ldi. Endi bu yer endi yuqoriga chiqib oldi. Yana ozroq korreksiya qiladigan bo'lsa, albatta men buni nima qilaman? Kichikroq time frame ga olib kirib, buni sekin chiqadigan zonasigacha nima qilaman? Allohning izni bilan tindirmasdan sotib olib, mashinani o'zida skalp qilaman inshaalloh. Qayerga ketadigan bo'lsa, birga ketamiz inshaalloh mana shu altcoin bilan. Inshaalloh qadama-qadamini poylab ishlayman inshaalloh mana shu altcoinni. Ya'ni bitta altcoin qilib olingda, ya'ni yo'li aniq bo'lsin. Yo'li inshaalloh avvalambor Alloh biladi, analiz qilingda, yo'lini aniqlab olingda va o'sha altcoinda skalp qilib ketaverasiz. 10 ta emas, 20 ta emas, bitta yoki 2 ta yoki 3 ta narsani aniqlab olasizda, ertadan betidan ishga kirib chiqaverasiz. Ya'ni shunaqa. Endi hamma altcoin ham ko'tarilmaydi hozir, chunki ba'zilar ishini qilib bo'lgan edi. Bo'l, endi ba'zilarining navbati keldi dam olishga, ba'zilar navbati keldi yuksalishga. Oldinlari bular damini olyapti turdi, HUSDT. Mana endi bundan buyog'iga qarang. Bu qanchadan beri damini olib kelyapti, mana ko'ryapsiz. Bu yerda mantiq qanaqa? Bu uzoqdan beri damini olib kelgan ekan, endi yuksalar ekan degan narsa emas. Agar unaqa deydigan bo'lsangiz, qancha altcoin'lar bor-da. Misol uchun yo'q, unaqa emas. Lekin buni navbati endi keldi inshaalloh. Bu katta ehtimol bilan ana endi yuksaladi. Biiznillah. Alloh izni bilan albatta. Xo'p, tushungan bo'lsanglar kerak, ya'ni bugungi qilgan videoyimdan, mana bu videodan nimani men kutyap turgan narsani, ya'ni altcoin'larda tushishlikni kutyapman. Tushunarligi, altcoin'larda, ya'ni
o'zi tushib bo'lgan yana. Ya'ni Bitcoin mana bu yerga tushadigan bo'lsa, endi altcoin'ni shunga qarab ishlaysiz degan narsa. Ya'ni bo'ldi hozir Bitcoin'da mana bunaqa qilib qolmasinda, bitda tushdi. Endi mana yuksalib ketyaptimi, yana narsalarni orqasidan bu yerlardan sotib oladigan bo'lsangiz, bozor yana sekin pastga tushadigan bo'lsa, siz olgan altcoin'lar yuksalib bo'ldi. Любой bitta altcoin'ni ko'ring, mana shu yerda Любой'ni ko'raylik. Mana SPK degan altcoin ekan, ko'ryapsiz, bu tushgan zonani qarang. Bu yergacha tushgan. Yuksalibdi, qancha yuksalgan? 100% yuksaldi. Endi siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi 100% ko'tarilgan narsani sotib olasiz. Mana hozir endi boshlanadi. Ya'ni miyassarovka endi boshlanadi. Tushundingizmi? Hozir kimlardir mana shu narsani misol uchun bu yerdan sotib olganda, pastga tushib ketganda bu yerda 20% minusga yopgan bo'lishligi mumkin. Misol uchun men ba'zi narsalar 20%, 30% ga yopdim. Endi kimlardir buni nima qiladi? Buni mana bu yerdan bu yergacha yuksaladi. Mana yuksaldi. Общий ko'ryapsiz, 120% yuksalibdi. Endi bu zonadan sotib oladigan odam nima qiladi? Sekin bu agar range yurib pastga tushadigan bo'lsa, misol uchun mana shu holatda sekin olib tushadigan bo'lsa, birdaniga olib tushmaydi albatta. Endi bu qarang, qancha minus sotadi? 30%, 35% yana minusga kiradi. Tushunarligi? Men aytmoqchi emasman, hamma altcoin emas, ba'zilari bor ketadi. Ya'ni ba'zilari mana shu tepasiga chiqib ketish kerak mana shu. Ketdi mana. Ulardan bittasi, endi men 100% ketadi demoqchi emasman. Buni inshaalloh nimasini ko'raman. Mana shu altcoin. Ya'ni bularning yo'li endi yuqoriga ketsa, bular haqli endi inshaalloh. Lekin unda ham nima qilamiz? Kichik time frame da kirib, bunda grafik yasashini ko'rib va grafiklardan ishlab bemalol chiqib ketsak bo'ladi. Inshaalloh bundan olib sotsam, nima oladigan bo'lsam, yana davom etaman inshaalloh. Nimani oldim, nimadan qo'ydim, hammasini birin-ketin tashlab ketaman. Ulardan bittasi mana shu bo'ladi. HUSDT ni inshaalloh bundan buyog'iga fonni olib sotib ketamiz inshaalloh. Bizga imkon berishligi bilan shekillanaman inshaalloh. Tushunarli bo'ldi inshaalloh. Bu videomdan maqsad shu bo'ldiki, ya'ni mana bu altcoin, Bitcoin yuksaldi, yana qolib ketamiz bozordan deb turib hozir kirishligingiz ertaga yana minusga kirib qolishligingizga sabab bo'ladi. Ya'ni odatda Bitcoin shunaqa ish qiladi, bir tushadi va yana bir yuksaladi. Xuddi yuksalib ketyapti turganga o'xshab va keyin sekinlik bilan, tezda emas. Misol uchun mana hozir bu yerda turgan bo'lsa, buni tagiga tushguncha misol uchun nechinchi chisla? 11-oktyabr, 12-oktyabr bo'lishligi mumkin. Ya'ni bugungi chisla 11-oktyabr bo'lsa, 12-oktyabr, 13-oktyabr, ya'ni 2-3 kunlar ichida ham tushishligi mumkin. Tushunarligi, buni tagiga o'tadi, nima bo'ladi? Altcoin'lar orqasidan tabiiyki yuradi. Va o'shanda nima qiladi? Odamlar bu yerdan minusga kirishlik ehtimoli bor. Shu sababdan nima qilasizlar? O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Inshaalloh agar kimdir hali narsa depozit ochmagan bo'lsa, pozitsiyaga kirmagan bo'lsa, buni talaga kirganda keyin sal arzonroq bo'ladi narsalar. O'ylaymanki videomiz foydali va manfaatli bo'ladi. Telegram kanalimizga inshaalloh mana bu yo'qotgan foydamni inshaalloh Alloh nasib qilsa yana bir oy Allohdan so'rab nima qilamiz? Alloh nasib qilsa vastanavit qilishlikka harakat qilamiz. Alhamdulillah, Alloh o'zi berdi. Bir oyda shuncha pul qildi, yana bir oy emas, bir kun emas, bir necha soat ichida bunaqangi tushish, yana qaytaraman 6 yil davomida stajim bo'lsa, birinchi marta ko'rishligim 1 soat topib qo'ydi. Alhamdulillah. Hech qanaqa bunda menga nima bo'lgan yo'q. Alloh berdi, Alloh olib qo'ydi. Inshaalloh nima qilamiz? Davom etamiz inshaalloh kelgan joydan. Bizda asosiy narsa nima? Davom etishlik. Bo'ldi, ishladik, foydani qildik. Qochib qolsak, qochib qoldik, qochib qolmasak tushib qolamiz. Dars yana ishlab ketaverishimiz kerak. Eng asosiy narsa biz nima qilishimiz kerak? Depozitimizni asrashimiz kerak. O'sha 50% ni qilgan depozitim yana asab oldimmi? Bo'ldi. Yana dars davom etib ketaveraman inshaalloh. Yana shunaqa bo'lish kerakki, eng asosiy narsa tushkunlikka tushmasdan yaxshi kayfiyat bilan, chiroyli bir nima bilan inshaalloh yana darsni nima qilamiz, davom etamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Expert Signal admini Sulaymon. Inshaalloh nima qilamiz? Scalpni boshlaymiz. Ertadan nima olsam yana tashlayman inshaalloh. Darsni inshaalloh scalp qilib tirikchiligimizni, ya'ni foyda qilishni boshlaymiz inshaalloh. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha